Salom do'stlar, sizlar bilan men Crabcraft. Do'stlar, biz bugungi videomizda ko'rib turganingizdek, ya'ni bitta blokda yashab qolib, bu yerni kattalashtirib, o'zimizga baza quramiz. Qani unday bo'lsa, yaqinroq o'tirib oling. Videomizni boshladik. Do'stlar, biz shunday qilib boshlab oldik va men bu yerni tezlashtirib yubordim, chunki juda ham ko'p vaqt bo'ldi, video cho'zilib ketdi. Shu tariqa men birinchi bo'lib 3 ta blok qazib oldim. 3-4 ta blok qazib oldim va sandiq chiqib qoldi. Sandiq ichidan kerakli narsalarni olib, yana ishimni davom ettirdim. Loyli blok juda ham ko'p chiqdi. Men o'ylagandek olmasdek bloklar juda ham kam chiqar ekan bu yerdan. Va shu tariqa bu yerni dumaloq qilib o'rab oldim va yana qazishda davom etdim. Bu joylarni do'stlar speed qilib, ya'ni tezlashtirib qo'yaman 2x qilib, o'zingiz tomosha qilaverasiz, chunki siz ham zerikib qolmaydigan maqsadda videoni tezlashtirdim. O'zi shu tariqa ham tushib bo'ldi va men haligacha blok qazib yotgan edim. Keyin esa men tezroq baza qurishga qaror qildim, chunki video juda ham cho'zilib ketayotgan edi. Va men uy qurish uchun avval yerni kattalashtirishga qaror qildim va shu tariqa yerlarni kattalashtirishni boshlab yubordim. Bu joyni esa o'zingiz yana tezlashtirib yuboraman, yana o'zingiz ko'raverasiz. Va do'stlar, uyimning yarmi tayyor bo'lgan edi va bu yerda men ekinlar ekdim va nimadirlar qildim ishqilib. Shu tariqa bu yerga ekinlar ekib chiqdim va ularni o'stirib chiqdim. Va yana nimagadir o'zi biliyor va yana buzib chiqdim. Nimadir beradi deb o'ylagandim, lekin hech narsa bermadi. Va buzib chiqdim. Keyin esa uyni chalasini qurib qo'yish maqsadida uyga kirdim va ikkita blokni qo'ydim va sandiqdan blok olib kelish uchun bordim. Va yana yonimda blok qolib ketgan ekan, bularni qo'yishni davom etdim va qurdim, yana shu tariqa qurdim va yana qurdim. Uydan lekin o'zimni ko'nglim negadir uncha to'lmadi, chunki yaxshi bloklar chiqmadi bu oni blokdan, ya'ni bu kartadan yaxshi bloklar chiqmadi. Bu kartani yuklab olgandim. Agar sizlarga modi kerak bo'lsa, modi Telegram kanalda. Telegram kanal esa kanalimni shapkasida turibdi, yoki shu videoni opitsiyasida yoki kommentariyasida ham qoldirib qo'yaman. Shu tariqa do'stlar qurdim va любой narsadan qurib ketaverdim va oxiriga kanalarni yerga qo'yib qo'ydim.
Va shu bilan tugatdim. Do'stlar, bu videoni ikkinchi qismini olamizmi yoki yo'qmi? Qanaqa videolar qilay? Kommentariyada yozib qoldiring. Voy, yo'q, buni jon ketkazarkan. Ha, do'stlar, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Kanalimga kirsangiz normal videolar chiqaraman, xudo xolasa. Xullas nima ham derdim, video tugadi. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying.